Dunyoda inson zoti shug'ullanadigan kasb u kor ko'p. Hammasi zarur. Hammasi odamzodning yaxshi yashashi uchun. Kasb u korlar avloddan avlodga o'tib kelaveradi. Odam qilgan ishni boshqa odam ham astoydil urinsa qilaveradi. Ammo dunyoda bir kasb borki, bu ishni uddalash hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. 100 yilda bir dunyoga keladi bu ishni uddalaydiganlar. U nima ish ekan deysizmi? Bu ishning nomi odamlarga yaxshi kayfiyat va samimiy qahqaha ulashishdir. Yo'q, shoshilmang. Qiziqchi emas. Askiyachi deyishadi bu insonlarni. Ular esa juda noyob insonlar. Bolaligidan quvnoq tabiatli bo'lgan bu bolakay vaqti kelib butun O'zbekiston ahlining sevimli askiyachisiga aylandi. Uni ko'rganda 7 yoshdan 70 yoshgacha barchaning labiga tabassum yuguradi. San'at uning oilasi uchun asli begona emas edi. Yonimizdagi odamlar. Siz uni taniysiz. Hotam qiziq deydilar uni. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, askiya va qiziqchilik yo'nalishidagi ustoz san'atkor, Ruxsor telekanalining bir qator ko'rsatuvlari muallifi Hotamjon Hakimjonovning ijod namunalari. Uka, sizda xabaringiz yo'qmi? Nimadan xabarim bo'lmadi? 2 oy bo'ldi. Ey opoqi! Labbi. Gulmisiz, rayhonmisiz, jammimisiz? Joni dilda yolvorib 100 ming tasarru aylasam, tund bo'lib achchiqlanib, ey bormayman dedi. Uni qo'ying. Paxta hashar bilan bo'lish kerak. Hasharga chaqirsangiz ham chiqmaydi-da. Nimaga? Yuring paxtaga hasharga desam, "Yo'q, men boqqa bog'langanman" deydi. Ana shunaqa fe'lingiz bor. Kecha men hayron bo'ldim. Hotamjon ko'p aynalib qoldi. Batta desam, bir ikkitasi xursand bo'lib gapirdi-da. Hotamjondan xijolat olmang, ishdan boqqa o'tib ketgan dedi. Ikkisi sevishgan o'tirardi kravatda birga, hayollari to'lib orzuga nurga, nogoh buzildi ular hayoli, chunki yigitning ichiga kirib ketdi burga. Sizin mushangiz otmi deyman? Bittada topdingizlar. Qayerdan bildingiz? Otligingizmi? Ha. Hamma yo'g'ingizga eshak yemi toshib ketdi. Cihanım var mening Arzi gül kameti servi davanım var mening Fırkatında rozuşab ahu filanım var mening Ah kim aşıp da halına tavanım var mening Söz işki de basit ağlayanım var mening
odamni mahliyo qilib qo'yadi. Ha, Ovozini eshitdingiz kelganda sayramaydi. nimaga? Sayrang desang oldin donni bering deydi. Ha. Bo'ldi siz sayravering, donimiz naqd desamcha boshqacha sayraydi. Nima deb sayraydilar? Nahmanah deb sayraydi. Jo'raxonagami ko'rsatib, molni ham semirganni endi ko'ryapman deyapsiz. Ba'dilar hayron bo'lyapti. Nimaga? Sizni ko'rsatib, ona bola turganni endi ko'rishimiz. Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, sumbilmisiz? Dumbulma. Gap qaynab kelaveradi, sindir tashlayapti. Og'a. Ha. Men otingizni so'rayotganim yo'q, askiya o'lyapti. Ana shu pishib turgan giloslar bor-ku. Ana shu gilosni ikkisini uzib, bu Mansur Oxunov tog'asiga solib qo'yib aytib qolaymi? Nima dedi? Labing gilosga o'xshaydi. Qiyincha ashula ham aytadi. Ana. Qanadu aytar ekan. Menga qara, aytib qoldi. Nima dedi? Ikki dona. Bugungi aziz mehmonlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, ajoyib xushovoz xonanda, bir-birlari bilan xuddi uzukka ko'z qo'ygandek topishgan, chiroyli nafaslari bilan xalqimizni xizmatlarini qilib duolarini olib kelayotgan. Shu sababli rangi ro'yine kahrabo manna aylay. O'zingiz boshlab, o'zingiz davom ettirib, bugun suhbatlashsak, ustoz. Bugungi suhbatimizni har galgidek ustozlar izidan deb nomlaganimiz bejizga emas. Guli yorqulida ko'zay, suv olar ko'zin sizay, aman yor. Ruxsor hamdasi Yesh bular. Men ham chidamayman dedi. Yesh. Nima bo'lsa bo'ldi, tashlab bularni. Nevaramni ko'rmasam bo'lmaydi. O'g'lim. Voy, xudo. bo'yi 2 qarich bo'ladimi? 3 metr bo'ladimi? 32 ta tishing bo'ladimi? Xohlaysami ikkitasi qoladi. Qana tushunmaydigan bo'lasiz. Bitta bezing yo'q. Bor, shuni qilach. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Bezing yo'q bu yerda. Vakillashga deb bering-chi. Voy bo'la. Asabga ehtiyot. Bor yaxshisi. Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Vakillashga sud qilib. Hep bor. Bezing yo'q. Siz menimcha 1 tonnadan ham ko'proq terib shekilli. Sizga mukofot ham berishibdi, sal kechirasiz. Qanday qilib kamerachimiz qani? Mana shartini oling. Sizga motosikl mukofot qilib, nomingizga ham yozib qo'yibdilar. Eshitdim. 50 ta odamga oshqa berasiz. Qani o'ldi, bobladimmi? Ana. Ustoz san'atkorimizdan hali ko'plab shunga o'xshash ijod namunalarini kutib qolamiz.